Agar haroratingiz baland bo'lib yo'talayotgan bo'lsangiz yoki tomog'ingiz og'riyotgan bo'lsa, uydan chiqmang. Uni laboratoriyada yaratishgan ehtimoli 95%. Virus manbai San-Fransisko laboratoriyalarida o'tkazilgan tajriba natijasida ishlab chiqarilgan dori vositasi ekani ma'lum bo'ldi. Laboratoriyada 0 raqamli bemor to'satdan ALZ 113 retrovirusi ta'siriga duchor bo'ldi. Bu aslida Alzheimer kasaliga qarshi qo'llaniladigan dori edi. Uni shimpanzida sinab ko'rilayotgan edi. Infeksiyaga uchragan shimpanzelar agressiv fe'l-atvorni namoyon eta boshladi. Oltin darvoza nomi bilan mashhur bo'lgan ko'prikdagi bu hodisa maymunlar Moir o'rmoni ichiga kirib g'oyib bo'lishi bilan yakun topdi. Qabul bo'limiga maymun grippi simptomlari bilan ko'p sonli bemorlar kela boshladi. Bashoratlarga ko'ra yaqin 6-8 oy ichida xastalangan bemorlarning 5-150 million nafari hayotdan ko'z yumishi mumkin. Bu xavfli yuqumli kasallik belgilari paydo bo'lgan odamlar aeroportning maxsus tashkil etilgan karantin markazida muolajadan o'tkaziladi. Qabul qilingan bemorlarning ko'pchiligi o'z ota-onasi bilan aloqani yo'qotgan bolalardir. Karantinga majburiy yuborish amaliyoti norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Oila a'zolari bir-biridan ayirib yuborilmoqda. Epidemiyani to'xtatish kam samarali ish deb baholanmoqda. Oila a'zolaringizni evakuatsiyaga tayyorlang. Bizdagi ma'lumotga ko'ra 500 bemordan faqat bittasi o'limdan omon qolmoqda. Shahar markazida olomon bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Bu yaqin 3 kunda 3-bor bo'lib o'tmoqda. 28 mamlakatda harbiy holat joriy etilgan. Shu jumladan AQSh va Kanadada ham. Reaktor qizib ketgan, uni sovita olmayapmiz. Shaharda hatto o'rtamiyona jamoat tartibi kuzatilmayapti. Hech kim qonunlarga rioya qilmayapti. Maymunlar grippi natijasida boshlangan inqiroz tufayli davlat korxonalari noma'lum muddatga yopilgan. Ehtimol jarayon o'nglab bo'lmas darajaga yetgandir. Bu qachon tugatkin? Ko'p o'tmay ko'chalarda ehtimol hech kim qolmas. Tartibsizlik tufayli esa virusdan omon qolgan aholi boshlangan to'polonlar natijasida halok bo'lishi ehtimoli bor.